Nuh Qur'onda nomi zikr qilingan payg'ambarlardan biri. Injildagi No'ga to'g'ri keladi. Qur'onga ko'ra Alloh Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yuboradi. Nuh o'z qavmi ichida uzoq umr ko'radi, 950 yil yashaydi. Ankabut surasi 14-oyatda zikr qilingan. U turli ilohlar va butlarga sig'ingan qavmini to'g'ri yo'lga boshlab, faqat Allohga ibodat qilishini da'vat etadi. Lekin qavmi uni masxara qiladi. Nuhning da'vatini hatto o'zining xotini va bir farzandi ham ishonmaydi. Shunda Nuh Allohdan yordam berishini, kofirlarni jazolashini so'raydi. Shuaro surasi 118-119-oyatlar. Alloh uning iltijosini qabul etib, Nuhga kema yasashni va barcha jonivorlardan bir juft olib kemaga joylashishni buyuradi. Keyin osmondan juda ko'p yomg'ir yog'dirdi. Yerning hamma tomonidan ham suv chiqartirdi. Osmon suvi bilan yer suvi qo'shilib, ulkan to'fon paydo bo'ldi. To'fonda barcha kofirlar halok bo'ldi. Faqat kemadagilar sog' qoldilar. To'fon boshlanishidan oldin Nuhning farzandlaridan biri kemaga chiqmadi. Nuhning otalik mehri qo'zg'ab, o'g'lini kemaga chiqishga undadi. Allohga kufr keltirgan farzand esa otasiga rad javobini berdi. Yana bosh tortdi va toqqa chiqib jon saqlamoqchi bo'ldi. Lekin u ham halokatga uchradi. Hud surasi 45-47-oyatlar. Suv pasaygandan keyin kema Juvuddi tog'i ustiga to'xtadi. Kema tog' tepasiga kelib to'xtab, yer to'foni suvni yutib bitirgach, Alloh Nuhni kemadan yerga tushishga buyurdi. Nuh va unga iymon keltirgan kishilar kemadan tushishdi. Bu zamin Musil degan yurt edi. Nuh qissasini bayon qiluvchi Nuh surasi ham nozil bo'lgan.